Bu videoda statsionar aspirator to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Statsionar aspiratori boshqa turdagi aspiratorlardan asosiy farqi quyidagilardan iborat. Ishlash bosimini yuqoriligi, suyuqlik yig'uvchi idishi hajmini kattaligi va ularning sonining ikkitaligi va boshqarish uchun qo'shimcha pedallar mavjudligi. Shu parametrlarga mos ravishda qurilmaning hajmi odatdagidan ko'ra kattaroq bo'ladi va bu qurilmani asosan operatsiya bo'limlarida ishlatiladi. Hozir sizlarga qurilmani tarkibiy qismini ko'rsatib o'taman. Birinchisi bu qurilmani o'zi, ikkinchisi suyuqlik yig'iladigan idishi. Bu idishni ikki qismdan iborat, bonkasi va qopqog'i. Qopqog'ida ikkita trubkasi bor. Birinchi trubkasi bu bemordan tortiladigan suyuqlik uchun, ikkinchi trubkasi bu qurilmaga ulash uchun. Yani ikkinchi trubkaning tagida poplovok mavjud. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ikkita banka bor. Bu ikkita bankani bitta vaqtda ishlatish mumkin emas. Sababi qurilma bitta paytda ishlayotgan vaqtida faqatgina bitta bankaga suyuqlik tushadi. Agar ikkinchi bankaga o'tkazmoqchi bo'lsak, biz o'tkazgichni chap tarafdagi bankaga o'tkazsak chap tarafga, o'ng tarafdagi bankaga tarafga qarab o'tkazsak, o'ng tarafdagi bankaga suyuqlikni tortadi. Uchinchisi suyuqlik tortadigan maxsus silikon shlanglar. To'rtinchisi qurilmani motor qismiga suyuqlik kirib ketmasligi uchun maxsus havo filtri va beshinchisi boshqarish uchun qo'shimcha pedali. Bu pedalning quliyligi shundaki, operatsiya jarayonida xirurglar qurilmani pedal orqali oyoqlar yordamida boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Qurilmani hozir suv yordamida tekshirib o'tamiz. Hozir biz o'ng tarafdagi banka bilan ishladik. Endi chap tarafdagi bankaga o'tkazish uchun o'tkazgichimizni chapga o'tkazamiz. Sizlar bilan statsionar aspirator asosiy tarkiblari va uni ishlatishni ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.